Assalomu alaykum. Bu darsimizda biz davom etadi, ya'ni bu 4-darsimiz. Biz oldingi darslarimizda kichikroq database yaratdik, unga insert, update, delete qismlarini qo'shdik. Bundan tashqari, maksimal yoshni chiqarish, saralash, order by qismlarini ko'rib chiqdik. Bu darsimizda esa join qismlarini ko'rib chiqamiz. Masalan, inner join, left join. Buning uchun bizga kerak bo'ladi SQL shell. Enter. Password. Mana bo'ldi. Endi kiritib olamiz. Create database. Do'stlar. Kichikroq harfda yozganingiz yaxshi bo'lardi. Do'stlar. Enter. Bizda nuqtali belgi qolib ketibdi. Qilamiz va nuqtali virgul bilan enter qilsak, negadir create qismini topolmayapti. Fakultet qismini olganmiz. Tekshirib ko'rishimiz kerak. Biz create. Menimcha qandaydir xatolik bo'lgan database yoki databaseda. Qandaydir xatolik bo'lgan, buni biz yumadigan xatolik. Do'stlar. To'lamiz. Ulandik. Endi usullar qo'shib chiqamiz. Men tayyor usullar nomini kiritib chiqaman. Enter qilsak, bu hammasi qo'shilib chiqildi. Create table bu qo'shildi degani. Xo'p, masalan, bularga odamlar qo'shamiz, ya'ni insert into ls insert qo'shildi. 3 ta talaba qo'shdim. Yana qo'shishim mumkin, masalan. Insert talaba yosh kurs deyman. Ctrl+S qilamandayin enter qilib values qilamandayin bundan nusxa olamiz. Ctrl+S qilib value qismi qolib ketdi bu yerda. Menga values qismi kerak. Enter bilan ishimiz bitadi. Yana 3 ta qo'shildi. Endi bizga eng kerakli narsa select from database, ya'ni o'sha qo'shilganlarni ko'rishimiz. Ctrl+S qilamiz. Ctrl+V qilamiz. Vali, Sami. Bular qo'shildi. Men join qismlarini tushuntirmoqchiman. Bu update, insert qismlari emas.
join qismlari inner join. Birinchi qilinadigan narsa inner join qismini qo'shish. Ya'ni birinchi ustun qo'shib olamiz. Masalan, create table kurs deb ustunni qo'shib olamiz. Yes. Pastga qilsam do'stlarga o'sha create table kurs degan qo'shildi. ID nomi degan varchar 30 dan oshmasin degan table qo'shildi. Endi inner joinlar bemalol ishlata olaman. Qilamiz. Qilib pastga qiladigan bo'lsam, mana ID, ism, yosh, kurs, ID nomi. Ya'ni bu inner join qo'shib berdi o'shani. Oldingi kurs ustunimda ID, ism, yosh, kurs deyilgan joyi bor edi. Endi menga ID, ism, yosh, kurs, ID nomi, ya'ni men boya hozir qo'shganni inner join oxiridan qo'shib beryapti. Ya'ni ID bilan nomini oxiridan qo'shib beryapti. Left joinni ko'raylik. Shu bilan darsimizni tamomlaymiz. Left join Ctrl+S Ctrl+V qiladigan bo'lsam, hozir menga offset talabalarini ko'rsatib berishi kerak. Tasdiqlaman. Mana. Xo'sh, bu join qismlari birinchidan tartiblab beradi, ikkinchidan ko'rsatib beradi. Mana bu yerda Ali IDsi bilan talaba on join kurslarini ko'rsatasan deyapmiz. Ikkita Ali bor ekan, 20 yoshda 2 kurs. Ikkita Sami bor ekan, 19 yoshda bitta kurs. Va ikkita Vali bor ekan, 22 yoshda 3-kurs degan joylar. Shu bilan darsimiz tamom. Xayr, sog' bo'ling, salomat.